Assalomu alaykum hammaga. Biz Shovot tumani Taxtakor mahallasi O'qituvchi ko'chasida yana bir ishimizni bitirib topshirdik. Bellarimizni ataplenasini buzib o'tirib berdik. Bellarimizni hozirga chiqib turgan zamonaviy alyumin batareyalarni qo'yib berdik. Va 500 ga 100 da baytladi, kanalga 10 santa bo'ladi batareyamizni. Kranik qo'yib bermadik. Bellarimizni shart emas dedi, shuning uchun Amerikankalarni qo'yib o'zini yozdirib olib aytib berganmiz. Uyimizda remont ishlari bo'lib turibdi. Va ikkinchi batareyamiz dalonimiz o'rtalikda bo'lgani uchun ikki yere 10dan 20 deb qo'ydik. Bu yerda avvalgi döşklari bor edi, turba chiqqan. Ularni yo'q etib, boshdan tozadan tortib berdik. Berimizdan zamonaviy alyumin batareyalarni qo'ydik. 500 ga 100 da baytladi bu. Balandligi 40 cm. Oynamiz yerda kichkina bo'lgani uchun kichkina batareya qo'ydik, lekin bu ham 10 cmlik. Bu ham suvni ko'proq olgani uchun har biri 1.2 kvadratdan hisoblanadi bu. Uyimizda 7 tochka bo'ldi. Berimiz kichkinaroq zal bo'lgani uchun o'nlatib qo'ydik. Bularni kraniklarni qo'yib berganmiz. Kraniklarimiz rossiyskiy bo'ladi. Chistin. Biz pastdan nomerlarni qoldiramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ovonaverasizlar. Sağ olun, selamet olun.